IT'ni orqasidan videosi bo'ladimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugungi qahramonimiz Dilmurod aka hozirda katta IT kompaniya Uzinfocomda dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Qahramonimiz yosh bo'lishlariga qaramay ko'plab katta loyihalarda qatnashishga ulgurgan ekanlar. Uzinfocom kompaniyasida xodimlar uchun hamma qulayliklar yaratib qo'yilgan. Qulay ish joyi, katta bino, parkovka, moyka, ishdan charchagan paytda dam olish uchun chill zone, stol tennis, ovqatlanish uchun alohida kafe ham bor ekan. Qahramonimizdan dasturlashni o'rganishda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, universitetda boshqa sohada o'qiganim uchun dasturlashni onlayn darsliklar orqali o'zim o'rganishga harakat qilganman. Lekin boshida qaysi dasturlash tilini o'rganaykin deb juda ko'p o'ylanganman dedilar. Lekin kerakli tilni o'rganib, tajriba yig'ib, keyin Uzinfocomga ishga kirgan ekanlar. Bu sohaga mehr berib ishlab, hunarlari orqasidan BYD ham olibdilar. Qahramonimizdan dasturlashni qayerda o'rganishimizdan maslahat berasiz deb so'raganimizda, YouStudy IT akademiyasini tavsiya qildilar. Yerda hamma o'quvchilarga dasturlashni o'rganish uchun zo'r sharoitlar yaratib qo'yishibdi. O'qish davomida Uzinfocomda stajrovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, 1 yilda bemalol zo'r dasturchi bo'lsanglar bo'ladi. Agar o'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomga ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham YouStudy dasturlash kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.